Hozirda sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan hikoyamning bari xayolot mahsuli bo'lib, undagi voqea va qahramonlarning barchasi to'qima obrazlardir. Hikoyadan to'liq dopamin olish uchun qorong'u xonada eshiklarini yopib, quloqchinlarni taqib tinglash tavsiya qilinadi. Mening ismim Suhrob. Oliy o'quv yurtini bitirgach, soham bo'yicha qurilish korxonalarining birida arxitektor sifatida ishga kirdim. Korxonamning nomini ayta olmayman. Manzil jihatdan qatnashim qulay bo'lishi uchun Nouza dahasidan boshlang'ich to'lov asosida yangi qurilgan uylarning birini xarid qildim. Maoshimning deyarli 80% uyning oylik to'loviga ketsa ham, qalban xotirjam edim. Har holda bir necha yildan so'ng bu uy o'zimniki bo'ladi. Vatanli bo'laman. Shu pulni baribir ijaraga ham berardim. Har holda menga doimiy bir boshpana bo'lib qoladi. Xarid qilgan xonadonim qurilgan uyning eng so'nggi yo'lagida, 6 qavat imoratning 5-qavatida joylashgan edi. 6 qavatli imorat deyishim bilan poytaxtda yashaydigan insonlar bu yangi qurilayotgan uylarning Nouzaning qaysi qismida joylashgan ekanligini darrov anglab yetishdi. So'nggi yo'lak, ya'ni podyezd bo'lgani uchun mashinalar kirib chiqishi biroz qiyinroq. Imoratning orqa tomoni devor bilan berk. Qaytib ketish uchun shu tor yo'lakning o'zidan amallab qayrilib olish kerak bo'lardi. Yuqori qavatdagi uylar sotuvi odatda sust bo'lgani sababli ham narx nisbatan menga arzonroqqa tushdi. Yuqori qavatdagi uylarning arzonligiga qaramasdan, asosan uylarning xaridorlari pastki qavatlarga qaraganda baribir sekinroq bo'ladi. Mening qavatimda jami 3 ta xonadon bo'lib, birini men olgan bo'lsam, qolgan ikkisi hali ham o'z xaridorini kutardi. Yuqoridagi qavatda ham shu ahvol. Xullas, sanoqli qo'shnilarim bor edi. Bir tomondan olganda bu menga qulay ham edi. Birinchidan, uyning oxirgi qismida yashayman. Mashinalar kirib chiqishi uchun juda noqulay. Shu sababli kechalari mashinalar signali yoki ularning dvigatel ovozlari bezovta qilmasdi. Ikkinchidan, hali ko'p qo'shnilar yo'q. Uy nisbatan tinch edi. Qichqirib yig'laydigan go'daklar, ichib janjal ko'taradigan odamlar, tunu kun qurilish qiladigan odamlar yo'q edi. Kechasi haqiqiy, sokin tunni his qilib, ohista uyquga ketish imkoniyati juda ham yaxshi edi. Uchinchidan esa, bu narxga shu sharoitdagi uy ayni muddao ham edi. Yo'l yuziga yaqinroq uylar nisbatan qimmat, oylik to'lov ham mashaqqat tug'dirardi. Shu bois men boshida noqulay joylashuv va odamsiz kvartiralarga ahamiyat bermadim. Yuqoridagi qavatda yosh oila yashardi. Ular doim ishga bir xil vaqtda birgalikda borib, birgalikda qaytishardi. Ko'rinishidan bir-biriga qattiq bog'lanib qolgan yosh oila ekanligi yaqqol bilinardi. Har doim yo'lakda uchrashib qolsak, iliq salom alik qilardik. Kunlarning birida yuqoridagi qavatlarning biriga yangi qo'shni ko'chib keldi. Shu qo'shni bilan tanishish bahona 3 ta xonadon erkaklari, ya'ni Kamina Suhrob, yangi qo'shni Shavkat va haligi qo'shni Nodir uchalamiz tomdagi terrasada jamlandik. Ayni shu kunlar futbol bo'yicha jahon chempionati ham bo'layotgandi. Bu bizning uchrashuvlarimizga ham bahona bo'ldi. Umuman olganda, yaxshi qo'shnilar bilan yuzlashganimni o'ziga mamnun ham edim. Oradan bir muncha vaqt o'tib, doim xushchaqchaq va shodon yuradigan ikki yoshni ilk marotaba zinada ko'tarilayotganda g'amgin holatda ko'rdim. "Xayrli kun, qo'shni. Nima bo'ldi? Kayfiyatingiz yo'q?" dedim qiziqib. Chunki men ularni bundan oldin hech ham bunday tushkun kayfiyatda ko'rmagan edim. "Hammasi joyida", deb indamay o'tib ketishdi. Doim xushchaqchaq va shodon yuradigan qo'shnilarim. Shu kuni terrasada ko'k choy ustida Nodir yorildi. Shuncha yil tinimsiz mehnat va harakat qilib, endi maqsadiga yetay deganida saraton kasalligini o'tkazib yuborgani ma'lum bo'libdi. O'zi ham dam olishlarsiz ishlar, kechqurun uyda ham asosan kasbiga doir ishlari bilan mashg'ul bo'lardi. Shuncha yillik sodiq mehnatlari evasiga korxona ham dardingiz og'ir ekan, bu holatda ishga yaramaysiz deb u bilan mehnat shartnomasini bekor qilibdi. Bu ham o'z o'rnida Nodirga qattiq zarba bo'lgandi. Shu taxlit kunlar o'tib, Nodir to'shakka ham mixlanib qoldi. Ammo ayoli bo'sh kelmadi. Yakka o'zi ishlab, ham ro'zg'orni, ham erining muolajasiga harakat qildi. Ammo har gal uni ko'rganimda yuzida doim mahzunlik ko'rinar, ammo ayol umid qilishdan to'xtamayotgani sezilardi.
Nodirning holini so'raganimizda doim rahmat, yaxshilar, muolajalarni kanda qilmayapmiz derdi. Biz ham imkon qadar moddiy jihatdan qarashib turardik. Ammo Shavkat ham men ham uyni bo'lib to'lash asosida olganimiz bois ajratayotganimiz yordamimiz hech nimani hal qilishga yetmasdi. Ammo biz ham bir chekkada indamay tura olmasdik. Shu taxlit Nodirsiz terrasadagi suhbatlarimiz ham xotima yasadi. Shavkat aka ham ishidan ta'til olib, ota-onasini ko'rgani ketdi. Shu zayl kunlar ketidan kunlar o'tib, Nodirning ayoli yo'lakdan faqatgina ko'zida yosh bilan o'tadigan bo'ldi. Hol ahvol so'rasam, rahmat, yaxshimiz deb indamasdan burilib ketardi. Kunlarning biridan ayni shu yo'lakdan qo'lansa hid kela boshladi. Avvaliga yuqoridagi qo'shni uyda it yoki mushuk boqayotgan bo'lsa, uning ovqati aynab shunday hid kelayaptimikin deb ahamiyat bermagandim. Keyinchalik bu hid hatto mening kvartiramga ham tarala boshlagach, men Nodirning ayoli kelishini kuta boshladim. Kech tushishi bilan Nodirning ayoli Sayyora ham ko'rinish berdi. "Qo'shni yaxshimisiz? Nodir akam yaxshimilar?" "Rahmat, yaxshimiz", deb javob berdi sovuqqonlik bilan Sayyora. "Qo'shni, Shavkat aka ketganlar. Bir hafta bo'ldi. Tepada sizdan boshqa odam yo'q. Bitta kvartira hali sotilmagan. Negadir siz tomondan yomon hid kelyapti. Tinchlikmi o'zi?" "Qanaqa hid? Men sezmayapman-ku." "Qo'shni, iltimos aldamang. Men Nodir akani yaqin do'stiman. Bilasiz. Rostini ayting. Biron nima bo'ldimi?" Sayyora shu onda yig'isini to'xtata olmadi. "Sizga ishonsam bo'ladimi? Meni tushunasizmi?" deb so'radi. Ochig'i ko'nglim g'ash bo'ldi-yu, ammo u nimanidir bekitayotganligini bilganim uchun, "Ha, kap-katta odamlarmiz-ku, nega tushunmasligim kerak?" dedim. U ko'z yoshlarini artib, "Unda yuring men bilan", dedi. Ortidan taajjublanib yuqori qavatga ko'tarildim. Eshikni kalit bilan ochiboq, "Nodir aka, pastdagi qo'shni Suhrob sizni ko'rgani kelibdi", dedi. Ichimda biroz xotirjamlik yugurdi. Har holda haligi hid Nodirniki emas ekan-ku deb o'zimni xotirjam qildim. "Siz kiravering, men hozir ovqat suzaman. Nodir akani ham qornilari ochgan bo'lsa kerak", deb Sayyora oshxonaga qarab kirib ketdi. Ohista qadamlar bilan ichkariga qadam bosib kirdim. Kirganim sari badbo'y hid kuchayib borardi. Zalda keng divan oldida kichik stol turar, ustida kechadan qolgan ovqat va stakanda kofe quyilgan, ovqat ustida esa pashshalar talashib g'o'ng'illardi. Divanda esa allaqachon ishib, qora va ko'kimtir holatga kelgan jasad yotardi. Uning o'lganiga taxminan bir hafta bo'lib, tanasi uzra mayda qurtlar harakatlanishni boshlagan ham edi. Ko'z oldimdagi manzarani ko'rib, ko'nglim dosh bera olmay qusib yubordim. "Sayyora, aqldan ozdingizmi? Axir eringiz o'lib bo'lgan-ku." "Yo'q, unday demang. Nodir akam meni hech qachon tashlab ketmaslikka va'da berganlar. Meni har doim yonlarida qolib, ular bilan suhbatlashib chiqaman." Bechora kelin erini shu qadar sevganidan uning o'limiga ham ishongisi kelmasdan, kunlar davomida murdani taomlantirib yurgan ekan. "Buni shunday qoldirib bo'lmaydi. Darhol uni ko'mish kerak", deb uydan chiqib ketdim. Sayyora esa ortimdan yugurib chiqib, "Axir tushunaman, to'g'ri qabul qilaman degandingiz-ku. Iltimos hech kimga aytmang", deb qichqirdi. "Jinnimisiz? Aqldan ozganmisiz? Axir bu o'likni, axir bu hid o'likniki ekanligiga qolku. Eringiz o'lib bo'lgan. Uni ko'mish kerak." U esa qichqirganicha "Erim o'lmagan" deya oldi xolos. Yo'lakdan uning faqatgina yig'i ovozini eshitayotgandim. "Elas, siz menga va'da bergandingiz" degan ovozlar ham taralib turardi. Men bir tomondan aqldan ozgan ayolga ham achindim, ammo bu taxlitda yashab bo'lmasdi. O'ylab o'tirmay, ichki ishlar va tez tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilib, ko'rganlarimni aytib berdim. Bir zumda xodimlar va tibbiyot mutaxassislari yetib kelishdi. Ularni ko'rib, qo'shni yo'lakdagi qo'shnilar ham qiziqib to'plana boshlashdi. Xodimlar eshikni tinmay taqillatishiga qaramasdan, Sayyora eshikni ochishni istamasdi. Eshik ortidan "Bizni tinch qo'yinglar" deb baqirardi xolos.
Vaziyat shu taxlit davom etaverishi yechimsiz bo'lganini tushungan xodimlar, qutqaruv xizmati xodimlari va ruhiy shifoxonadan qo'shimcha yordam jalb qilindi. Qutqaruv xizmati xodimlari esa eshikni buzgachgina uyga kirish imkoniyati paydo bo'ldi. Ayrim qo'shnilar o'likning hididan ko'ngillari aynib o'zlarini ko'chaga otishdi. Tez tibbiy yordam xodimlari ham o'lim holatini qayd qilishdi. Jasad ko'tarilib, mashinaga tashilayotganda bo'laklarga bo'linib ketdi. Ammo uni amallab olib ketishdi. Kvartira dezinfeksiya qilindi va sayyora ruhiy xastalar shifoxonasiga yotqiziladigan bo'ldi. Olomon ichida o'zini har tomonga otib, sirenali Damas'dan uzoqlashishga intilar ekan, ko'zda yosh bilan menga "Sizga ishongandik-ku" deb takrorlandi. Men unga achinsamda qilgan ishimdan zarracha pushaymon emasdim, chunki murdaning hidiga haqiqatdan ham chidab bo'lmasdi. Shu taxlit olomon ham tarqaldi, hamma uy-uyiga taqsimlandi. Sayyora ruhiy shifoxonaga, murda esa dafn qilinishga ketdi. Barcha uchun og'ir kun bo'ldi. Oradan bir necha kun o'tgach, ishdan uyga qaytayotib, eshigim oldiga kelganimda yuqori qavatga qarab harakatlanayotgan shamolni sezdim. Odatda shamol yo'nalishi to'silmaganida esardi. Zinadan 5-6 qadam ko'tarilib, tepaga qaradim. Sayyoraning uy eshigi xiyol ochiq turgandi. Balkim unga javob berishgandir deb ahamiyat bermadim. Ammo esayotgan sovuq shamol boshqa xayollardan dalolat bera boshladi. Nafasimni ichimga yutib, eshigimni ochib uyga kirdim. Shu payt sayyoraning eshigi qarsillab yopildi. Shovqinidanmi yoki uning eshigi ekanidanmi qo'rqib tushdim. Kechki ovqatni qilib, televizor ko'rib uxlab qolibman. Yarim kechasi eshik taqillashidan uyg'onib ketdim. Eshik tinmasdan taqillardi. Soatga qarasam 12:30. To'g'risi, eshikni ochish tugul o'rnimdan turishga ham erindim. Yotgan joyimdan "Kim u?" deb baqirdim. "Suhrob, ukam yaxshimisan? Sayyorani ko'rmadingmi?" 3 kundan beri yo'q degan ovozdan vahima bilan seskanib ketdim. Bu ovoz marhum Nodir akaning ovozi edi. Yuragim ichiga tushib ketganday bo'ldi. Kimdir hazillashyaptimikin deb "Kimsan?" deb baqirdim. Eshik esa hali ham tinmay taqillar. "Ukam, men Nodir akangman. Xotinimni qidirayotgandim" degan javob keldi. Endi rostmanasiga qo'rqib ketdim. Boshimni yostiqqa bosib, ko'zlarimni mahkam yumib oldim. Saharda ko'zimni ochsam, ust-boshim ho'l bo'lib ketibdi. Tomoqlarim qurigan, nafasim tezlashgan holda uyg'ondim. Oshxonaga borib, kullerdan suv ichib biroz o'zimga keldim. Shu kuni ishga erta boraman deb uydan chiqsam, kimdir eshikka novda qistirib ketibdi. Ahamiyat bermay uni sindirib, uloqtirib yubordim. Kun davomida bo'lib o'tgan ishlar tush ekanini aytib, o'zimni chalg'itishga urindim. Kechqurun ishdan kelib, eshigimni ochishdan oldin biroz yo'lakda turib qoldim. Tepa qavatga biroz tikilib ham turdim. Jimjitlik, sokin. Yurak yutib, sayyoraning uyiga ko'tarildim va eshikni tortib ko'rdim. Qulf edi. Biroz xotirjam bo'ldim. Asta o'z uyimga kirib ketdim. Xayolimda tush va o'ng qorishib ketganday bo'ldi, chunki kechagina bu eshik menga ochiq holda ko'rinib turgandi. Hay mayli, bunisi muhim emas. Tun yarmida yana eshik taqillashdan uyg'onib ketdim. Soatga qarasam, xuddi kechagi vaqtni ayni o'zi. Eshik tinmasdan taqillardi. "Kim u?" deb baqirdim yurak yutib. "Eshikni och, Suhrob!" deb kimdir baqirdi. Nodirning ovozimi yana deb ichim zil ketdi. Kim bo'lsa ham qo'pol hazil qilyapti deb bor kuchimni yig'ib asta qadamlar bilan eshik oldiga keldim. "Kim u?" deb yana takror so'radim. "Och eshikni, xumpar, men Shavkat akangman" degan ovozdan keyingina qo'rquvim ketdi. Eshikni ochib u bilan so'rashdim. Yana eshikka qistirilgan novda yerga tushib ketdi. "Uzr ukam, hozirgina keldim-da vodiydan. Senga uydagilar non, qurt va holva berib yuborishgandi. Aynimasdan berib qolay dedim. Uyimda muzlatkichim yo'q edi, bilasan. Mana bu eshikdagi novda nima? Nega qistirib olding?" deb qo'limga haligi sindirilgan cho'pni uzatdi. Ertalab uloqtirmadimmikin deb ikkilanib Shavkat akaga indamadim. Uni uyga taklif qildim.
choy ustida bo'lib o'tgan voqealarni aytib berdim. Nodirning vafot etganidan Shavkat ham xo'rsinib qo'ydi. Sayyoraning ishidan esa biroz hayron ham bo'ldi. Sevgi aqldan ozdirgan bo'lsa kerak-da. Oxirgi vaqtlar erimni davolashim kerak deb 2 smena ishlayotgandi. Ruhan zo'riqqan bo'lsa kerak deb qo'ydi. Choyni xo'plab, men bora qolay, sen ham uxla, ishli odamsan deb o'rnidan turib ketdi. Shu kuni xotirjam uxladim. Kecha sodir bo'lgan voqea tush ekaniga iqror va amin bo'lgandim. Ertasi kuni tundan yana eshik taqillashidan uyg'onib ketdim. Bu safar eshikni oldigacha borib, "Kim u?" deb so'radim. Eshik ortidan "Men Nodir akangman. Ayolimni qayerga surgun qilding? Eshikni och, gaplashib olamiz" degan ovoz keldi. Yuraklarim shuvullab, qo'l oyoqlarim qaltirab ketdi. "Hazillashma, kimsan?" dedim. "Eshikni ochsang bilasan. Och" deb o'shqirdi. Ochig'ini aytsam, men shu onda ko'zcha, ya'ni glazokka qarashga o'zimda kuch topa olmadim. "Agar ketmasang, hozir militsiya chaqiraman" dedim. Shundan so'ng qadam ovozlari yuqoriga ko'tarilib ketdi. Eshik oldida biroz turib, keyin glazokka qaradim. Hech kim yo'q edi. Shu kecha qo'rquv bilan tong ottirib, ishxonaga yana sahardan ketdim. Kun davomida vahima va parishon yurdim. Yana tush ko'rdimmi? Nega bu qadar real tush ko'ryapman deb o'zimga o'zim savol ham berardim. Kechqurun uyga kelganimda yo'lakda, ya'ni podyezdda Shavkatni uchratib qoldim. "Suhrob ukam, yaxshimisan?" "Ha, rahmat. Biroz charchaganman Shavkat aka, shunga sizni payqamay qoldim shekilli." Hech qisi yo'q. Menga qara. Sen Nodirni o'ldi dedingmi?" Ha? Nega birdan unday savol beryapsiz? Bilasanmi, kuni kecha kimdir eshigimni taqillatdi. Kim u desam, Nodirman, ayolimni izlayapman. Suhrob qayergadir yuboribdi desa bo'ladimi? Kim bunaqa hazil qilishi mumkin deb, to'g'risi eshikni ham ochkim kelmadi. Ertalab qarasam, eshigimga kimdir shu novdani qistirib ketibdi. "Sen qildingmi-kan" desam, "Har holda unaqa hazillar qiladigan bolaga o'xshamaysan." "Mayli" deya uloqtirib yubordim. Shunga o'xshash navdani sening ham uyingda, eshigingda qistirilgan holda ko'rgandim. Shunga so'radim-da, ukam, aybga buyurma. Shavkat akaning gaplaridan keyingina shu tunda ko'rganim aslida tush emasligini angladim. Uyimga ham kirmasdan darrov ko'chaga otildim. Qatortol bozoriga borib, mobil aksessuarlar sotiladigan rastadan Wi-Fi orqali ishlaydigan kichik kamera xarid qildim. Uyga kelib, eshik ustiga o'rnatib, mobil telefonimga dasturlarni ham ochib qo'ydim. Yarim kechasi kim eshik qoqayapti-yu, kim eshikka novda qistirib ketyapti, barchasini endi ko'ra olaman. Kimligini bilgan zahotim darrov tegishli organlarga murojaat qilishga ahd qildim. Yarim kechasi xonada birdan sovuq shamol esdi. Toshkent asosan yozda juda issiq bo'ladi. Shamol tugul sovuqlikni ham sezish imkonsiz. Shu asnoda uyg'onib ketdim. Xonam tomon og'ir qadamlar bosilib kelardi. "Suhrob, sayyorani nima qilding? Endi seni tinch qo'ymayman" degan ovozdan keyin baqirib yubordim. "Meni tinch qo'yinglar. Bunday g'aza qilish kerak emas. Kim bo'lsang ham uddalading. Men qo'rqdim, bo'ldi. Iltimos, kerak emas" deb yolvordim. Xonam eshigi ochilib, to'g'rimda Nodirning qorayib, burishib ketgan jasadini ko'rganimdan keyingina bular hazil yoki prank emasligini tushundim. Qorayib ketgan jasadning ko'zlari tunda ham chaqnab, oq kulrang sifatda yonib turardi. U asta men tomon yura boshladi. Qochay desam qo'l oyoqlarimni qimirlata olmadim. Sovuq ter oqardi. U yaqinlashgani sari nafasim qisilib, bo'g'zim tiqilib borardi. Shu payt eshik taqilladi. Ko'z oldim yalt etib yorishib ketdi. Qarshimda Nodir ham, Shamol ham yo'q edi. Eshik tinmasdan taqillar. Eshik ortidan Shavkat, "Suhrob, eshikni och ukam, bular jonga tegdi-ku" deb baqirardi. Kuchimni yig'ib eshikkacha borib, glazokdan qaradim. Shavkat maykada turar, og'zida sigaret, bir qo'lida novda. Eshikni ochishim bilan gapira ketdi. "Ukam,
Seni kamera qo'yding-ku. Qara, kim meni etajimga ko'tarildi? Kecha ishdan kelganimda yo'q edi shunuvda. Yana eshik taqillab, o'zini nodirman degan nusxa tinchimni buzdi. Jonimga tegdi-ku, uyquni ham harom qildi. Eshikni ochsam shunuvda turibdi. Senikiga ham mana qara, qadab ketishibdi. Men ham jon talvasada telefonimni olib kamera dasturiga kirdim. Afsuski shu kecha Wi-Fi ishlamay qolgani bois kamera internetsiz yozuvlarni saqlab qolmagan ekan. Shavkat so'kinib uyiga chiqib ketdi. Shu taxlitda men 3 kunni ham uyqusiz o'tkazdim. Ishxonada tushlik mahali biroz uxlab, quvvat yiqqanday bo'lardim, ammo endi uyimga kelishga qo'rqa boshladim. Lekin boshqa choram ham yo'q edi. Kechqurun qaltiroq bilan uyimga keldim. Tun yarmida ortimdagi nafasdan uyg'onib ketdim. Meni rafiqamdan ajratib tinch uxlayman deb o'yladingmi? Men Nodirning ovozini darhol tanidim. Ortimga o'girilganimda deraza ustiga qoqilgan parda ortida Nodirning jasadi va o'sha yonib turgan ko'zlari turardi. Kechiring Nodir aka. Men buni istamagandim. Men bilmagandim. Iltimos deb yolvora boshladim. U esa sekin parda orasidan o'tib, yotog'im ustidan yurib, men tomonga egilib, muzdek qo'llari bilan meni bo'g'a boshladi. Qo'l oyoqlarim palapartish har tomonga qarab harakatlanib ketar. Havo yetishmaganidan ko'z va yuzlarim qizarib ketgandi. U esa meni battar qattiqroq bo'g'ardi. Iltimos kerak emas. Meni kechiring deb hiqillab gapirishga urinsam ham, uning ko'zlarida aslo rahm va shafqatni ko'rmasdim. Bor kuchimni yig'ib, o'limim oldidan kalima qaytarib olay deb baqirdim. Shu ondayoq ko'z oldimdan barchasi yalt etib g'oyib bo'ldi. Menda qolgani sovuq ter, dukullab urayotgan yurak, tinmay nafas olishga urinayotgan o'pka bo'ldi. Meni ko'zimdan yosh oqardi. Hayotning bu qadar shirinligi-yu, tirik yurish ham naqadar ne'mat ekanligini tushuna boshladim. Tong sahardan ishga ham bormasdan to'g'ri ruhiy shifoxonaga, Sayyora opaning oldiga bordim. Shifoxona ma'muriyatidan iltimos qilib, Sayyora bilan ko'rishtirishlarini so'radim. Axiyri ijozat olgach, u bilan ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Sayyora opa, meni kechiring. Men sizga bunday qilishni istamagandim. Iltimos, afsusdaman. Meni kechiring, dedim. Sayyora mendan ranjimaganini, uzr so'rashga hojat yo'qligini aytib meni yupatdi. Men ikkimizning holatimizga nazar soldim. Qo'llarimda titroq bor, ko'zlarim olazarak, yozni chillasida ham sovuq bosardi. Sayyora esa ko'zlari yig'idan biroz ishganini inobatga olmaganda nisbatan xotirjam edi. Aslida jinni menmi yoki umi deb o'zimga ham savol berib qo'ydim. Sodir bo'lgan barcha voqealarni unga aytib, eshigimga qistirilib ketayotgan novdalarni ham ko'rsatdim. U esa miyig'ida tabassum qilib, "Aytgandim-ku sizga, Nodir aka o'lmagan deb. U meni tashlab ketmaydi", dedi. Yana telbanamo gaplardan jazavaga tushdim-u, ammo unga sezdirmay, nima qilsam u meni tinch qo'yishini so'radim. U xotirjam so'zda davom etib, uyining kaltini qo'limga tutqazib, har kuni kechki 19:00 da unga ovqat tayyorlashimni, ayniqsa achchiq kofeni Nodir juda yaxshi ko'rishini aytdi. U bilan bemalol gaplashishim mumkinligi, Nodir yaxshi suhbatdoshligini bot-bot takrorlardi. Marhum eri uzun va tekis novdalarni yoqtirgan. Ko'chada yurganida ham turli bir tuman daraxtlarning shoxlarini sindirib, uyda har xil novdalarni saqlab yurganini aytib qoldi. Meni ham telbaga chiqaryapti shekilli deb jahlim chiqdi. Ammo ayni holatimda menda bundan boshqa chora ham yo'q edi. Kech bo'lganda Sayyora bergan kalit bilan eshikni ochib kirdim. Ichkari huvillagan, juda sovuq atmosfera edi. Qo'l oyoqlarim qo'rquvdan titrasa ham o'zimni sezmaganday tutib, "Nodir aka, yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Sayyora tez orada kelarkan. Sizga ovqat tayyorlab berishimni iltimos qildi. Hozir sizga nimadir tayyorlab beraman", dedim va oshxonaga kirib ketdim. Ortimdan sovuq xiyol shamol esdi. Xuddi kimdir meni kuzatib turgandek edi. Qo'rqayotgandim. Cho'g'imda suv quyib, kofe damladim.
Shkaf ichida qotib, mog'or bosgan nonni olib, mog'orini artib, kofe bilan birgalikda zalga kirdim. Zaldagi divan usti oq mato bilan yopilgan, ammo uning ostida xuddi kimdir yotgandek tuyular. Agar zimdan tikilib tursangiz, mato ostida kimdir nafas olayotgani ham sezilib turardi. Nafasimni bazo'r yutib, stol ustiga qo'ydim va yoqimli ishtaha deb uydan chiqib ketdim. Kalit bilan eshikni qulflaboq eshikka quloq tutib jim turdim. Ichkaridan past ovozda "Minnatdorman" degan Nodirning ovozi keldi. Ichlarim shuv etdi. Titrab pastga tushayotganimda Shavkat eshikni ochib qoldi. "Nima qilyapsan, Suhrob?" "Aka, bilmadim. Chiqib eshikka quloq tutkim keldi. Kimdir bordek tuyuldi", dedim. Aslida Sayyora bilan bo'lgan suhbatim va uning uyiga kirganimdan mutlaqo bexabar edi. U ham menga javoban mahzun ohangda men ham ba'zida uni o'lgan yoki o'lmaganiga shubha qilyapman-da ukam, deb qoldi. Shu kuni ilk marotaba osoyishta uxladim. Hech qanday bosinqirash yoki murda bezovta qilmadi. Salkam 10 kun deganda ilk marotaba to'yib uxlagandim. Ertasi kuni ham ishdan kelib, Novza metro bekati qoshidagi xuddi o'sha ko'prik ostidagi do'kondan oz-moz ro'zg'orlik qilib, birinchi ondayoq Nodirning uyiga bordim. Salomlashib kirib, oshxonaga otildim. YouTube orqali nimalarnidir tayyorlab, oldiga kofe bilan zalga olib kirdim. Divan ustidagi katta oq choyshab ostida nimadir pishillab nafas olardi. Ich-ichimdan dahshatda bo'lsam ham bildirmaslikka harakat qilib, yoqimli ishtaha deb uydan otilib chiqib ketdim. Shu taqlid tunning sokinligi evasiga men Nodirga taom berardim. Har kuni yangi taom tayyorlab, kechadan qolganini uloqtirardim. Men o'zimga o'zim gapirsam-da, kimdir meni tinglayotganini, ortimdan kuzatayotganini his qilib turardim. Bu galgi taom tayyorlayotganimda ilk marotaba ayni shu oq mato ostida nafas olib pishillayotgan murdaga mo'ralamoqchi bo'ldim. Aslida u yerda murda bormi yoki yo'qmi men shunchaki aniqlik kiritmoqchi edim xolos. Har holda men mas'ullar Nodirning jasadini bo'laklarga bo'lingan holda bo'lsa ham ko'mayotganliklari rasmlarini bayonnomada ko'rgandim. Taomlarni qo'yib, xuddi hech nima bo'lmaganday ish kunim haqida gapira turib, qo'limni uchi bilan matoning bir chetiga qo'l uzatdim. Qo'llarimning titrog'i oq matoni boricha qimirlatar, mato ostida esa olinayotgan nafas ovozi eshitilib turardi. Shu vaqt xona eshigi zarb bilan ochildi va ichkariga Ichki ishlar vazirligi xodimlari bostirib kirishdi. Ularning ortida Shavkat hadiksirab turardi. Barcha burnini berkitib oldi. Xodimlar mendan birovning uyida nima qilayotganimni so'rashdi. Men esa Nodirni taomlantirayotganimni aytdim. Xodimlardan biri oq matoni ko'tarishi bilan mato ostida Nodirning bo'laklarga bo'lingan chirigan jasadi ko'rindi va xodimlardan biri hatto qusib ham yubordi. Ular meni birovning uyiga ruxsatsiz kirish va murdani qazib olishda aybdor deb topib, qo'limga kishan solishdi. Shavkat esa o'zi bitta jinni yetib turuvdi. Yana bittasi ortiqcha. Olib ketinglar buni. Qanchadan beri kechalari eshigimni taqillatib uyqu bermaydi. Tuppa tuzuk bolaga o'xshatgandim. Kamiga murdani ham qazib olib kelgani nimasi? Hidiga chidab bo'lmaydi-ku, dedi. Rostdan ham badbo'y hid menga umuman bilinmagandi. Men ularga yolvorib qo'yib yuborishlarini iltimos qildim. Shavkat aka, Nodir akani ovqatlantirib turmasangiz o'zingizga qiyin bo'ladi. Iltimos bunday qilmang, dedim. U esa menga jirkanib qarab turardi. Suhrob ukam, nima keragi bor edi mana shu tomoshalarni? Ma ol, eshikka qistirib ket novdangni. Kerak bo'ladi o'zingga. Shu taxlit meni ham ruhiy xastalar shifoxonasiga qat'iy nazorat bilan yuborishdi. Bir haftadan so'ng xabar keldi. Shavkat aka tunda uyqusidan keyin uyg'onmabdi. Gardanida bo'g'ish alomatlari aniqlangan, ammo eshik ichkaridan qulflangani, o'zi 6-qavatda turishni inobatga olgan holda o'lim qaydnomasida uyqudan uyg'onmadi deb belgilasha olgan xolos. Uning eshigida esa hali hamon qistirilgan novda turardi.
Asta-sekin boshqa pod'ezd, ya'ni yo'lakdagi xonadonlarning eshiklarida ham novdalar qistirila boshlagach, bu uyda sotiladigan xonadonlar birdaniga ko'payib qoldi. Bir oyda 2 nafar qo'shni ham vafot etibdi. Bora-bora bu ko'p qavatli uyda odam kamayib, ko'cha huvillab borardi. Novdalar esa hali ham bor. Ho'l va ravon novdalar. O'sha mashhur novzaning noma'lum novdalari.